Yoshlar o'rtasida vatanparvarlik va jismoniy kuchni oshirish. Buxoro viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan otaliqqa olingan yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida jasorat va matonat musobaqasi o'tkazildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhadan o'rin olgan. Tadbir avvalida O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangradi. Jasorat va matonat musobaqalari Buxoro viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan otaliqqa olingan yoshlarni vatanparvarlik, insoniylik, tinchlik va do'stlikka sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish, shuningdek, ularni qutqaruvchilik sharafli kasbiga qiziqtirish va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlariga ko'maklashishni maqsad qiladi. G'oliblar esa favqulodda vaziyatlar vazirining kubogini qo'lga kiritishadi. Musobaqada shahar va tumanlarning otaliqqa olingan 91 nafar yoshlari tarkibidan tashkil etilgan 13 ta mahalla terma jamoalari ishtirok etishdi. Ma'lumot o'rinda Buxoro viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga jami 97 ta mahalladan 196 nafar yoshlar biriktirilgan. Ushbu yoshlarimizni yarim yil davomida ularni ham ma'naviy ham ma'rifiy tadbirlarga faol ishtirok etish uchun ushbu musobaqalarimiz amalga oshirilmoqda. Asosiy maqsadimiz yoshlar bilan manzilli ishlash va davlat rahbari tomonidan qo'yilgan barcha topshiriqlarni izchil davom ettirish maqsadida yoshlar bilan jasorat matonat sport musobaqalari o'tkazilmoqda. Ishtirokchilar hududidagi bor imkoniyatdan kelib chiqqan holda tayyorgarlik ko'rib, amaliy va nazariy bilimlarni o'zlashtirgan ham e'tirofga loyiq. Buni shartlar davomida saralanganlar isbotlashdi. Jamoalar belgilangan shartlar bo'yicha bellashdilar. Ularning bilim va malakasi hakamlar hay'ati tomonidan baholab borildi. Qorako'l tuman jamoasi nomidan kelib qatnashdik va faxrli birinchi o'rinni oldik. Bu musobaqada biz ko'plab bir o'zimizga munosib raqiblar bilan bellashib, mana birinchi o'rinlarni egallab, ko'plab bir do'stlar uchratib, endi viloyatda faxrli birinchi o'rinni egallab, nasib bo'lsa, respublika bosqichida ham faxrli o'rinlarni egallab kelishga va'da beramiz. Musobaqa yakuniy natijalariga ko'ra 3-o'rinni Shofirkon tumani jamoasi, 2-o'rin Jondor tumani jamoasi egallagan bo'lsa, Qorako'l tumani jamoasi musobaqaning mutlaq g'olibi bo'ldi. Ularga viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining esdalik sovg'alari va diplomlari tantanali ravishda topshirildi. Umumjamoa hisobida g'alaba qozongan Qorako'l tumani jamoasi favqulodda vaziyatlar vaziri kubogi sport musobaqalarining respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi.